Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga bugun taqdim qiladigan joyimiz Toshkent shahar Yunusobod tumani 2-kvartaldan Arendga keladigan Shohsaroy ro'parasida bo'lyapti. 3 etajli noturar joyimizga ruxsatnomalari ham barchasi qo'yilgan 921 sotudan tashkil topadigan joyimizda bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r fasad qismlari keladigan bo'lsa 920 bo'lyapti. Endiga 27 uzunasiga 45 atrofida taxminan chiqyapti. Bu joyimizda lokatsiyalar juda ham zo'r. Bu joyga klinikalar, xususiy частный domlar, biznes sentrlar qursanglar va bog'chalar ham qilsanglar juda ham zo'r variant. Aytib o'tganimda 3 qavatli binoga tayyor hujjatlari barchasi bor. O'zi bu yerda 3 qavatli bino bo'lgan, uni biz tashashgan quruq yer hisobida tayyor sizlarga qilib qo'yishgan. Investitsiyaga juda ham zo'r variant. Shu joyimizdan yonida bo'ladigan bo'lsa, xususiy klinika ochilgan va orqa tarafda bo'ladigan bo'lsa universitet yotoqxonasi bo'lyapti. Arendlar ham juda ham yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsa 665 ming dollar, ya'ni kelishiladigan joyi bor. Bizning kanalda har doim yer hisobida juda ham zo'r joylardan, lokatsiyalardan topsanglar bo'ladi. Noturar joy va kvartiralar, uchastkalarni bemalol xarid bo'ladi. Juda ham katta assortimentga ega, har doim bizda eng arzon narxlarda bo'ladi. Bizning kanalga ulanishingizdan chiqmasin, videolarga like bosib, bizani kuzatishda davom etinglar.